Assalomu alaykum hammaga, hurmatli traderlar. Xo'p, bugun bir masalani aytib o'tib ketmoqchiman. O'zim juda ko'pchilik hisobimni ko'tarib bering deb aytishyapti. Iltimos, hisob ko'tarib bering, sizda opit bor deydi. Xo'p, men birovning hisobini ko'tarib bera olmayman, chunki sababi mabodo minus bo'lgiday bo'lsa ham ertaga u yuzaki mayli xo'p deyishi mumkin, lekin ichidan baribir yomon fikr o'tadi. Misol uchun noto'g'ri savdo qilding yoki qandaydir deyishi mumkin. Shu sababli men shunga qaror qildim sizlarga yordam qilish uchun. Xo'p, Telegram kanalni ko'rsataman. Xo'p, bu VIP kanalimiz. Mana bunda ya'ni Telegram kanalga copy trading uchun 8 ta joy ochdim. Bemalol kirishlaringiz mumkin. Xo'p, kirasizlar. Copy trading hisobingizni to'ldirasizlar va hisobingiz menga ulab qo'yasizlar. Men savdo qilaman. Ya'ni men savdo qilaman. Sizlar pribilga ega bo'lasizlar. Misol uchun men mana shu yerdan 45 sekundga savdoga kirdim. Bu strategiyani men video qilib chiqarganman. Ya'ni yuqoridagi RSI, yuqoridagi zonani urib berishi bilan pastga savdoga kiramiz deganman 45 sekundga. Meni 10 sekundlik time frame, ya'ni interval 10 sekund, 45 sekundga savdoga kiramiz deb bu videoni chiqarganman. Xo'p, bu strategiyani ko'rishlaringiz, ya'ni qo'llab ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Agar xohlaganlar, misol uchun 8 ta joy ochganman deyapman copy trading uchun, kim kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa men bilan qo'shilib, ya'ni savdo qilish mumkin. Misol uchun kimdir ko'pchilikning vaqti bo'lmaydi savdo qilishga, yoki ishda bo'ladi, yoki savdo qilish, misol uchun indikator savdolar tushunmaydi. Biz bilan birgalikda savdo qiladi, men savdo qilaman. Mana shunday pribil olsam, u ham qo'shilib men bilan birgalikda savdo, ya'ni avtomatik savdo qilinadi. U ham pribilga ega bo'ladi. Misol uchun men hozir $27 pribil oldimmi, u ham o'sha yerdan $27 pribil oladi. $50 savdo bilan kirib. Xo'p, birgalikda savdo bo'ladi. Kim xohlasa 8 ta joy ochganman, bemalol kirib yozishi mumkin, qabul qilaman. Ya'ni Nikita Exit manakay tagga yozib qo'yibman. Batafsil ma'lumot o'rganish va shaxsiy xabarlar yozish uchun Nikita Exitga yozishingiz mumkin. Xo'p, siz avtomatik bunga ulanganingizdan keyin VIP kanalga avtomatik qo'shilasiz. VIP kanalimizga qo'shasiz. VIP kanalimizda har kuni signal beriladi. Signal orqali savdo qilishlaringiz ham mumkin. VIP kanalimizda botlar ham bor. Bot orqali savdo qilishlaringiz ham mumkin. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Kim qo'shilmoqchi bo'lsa kirib yozishlari mumkin bemalol.